Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimizga Aldox profildan foydalanib antrazit profildan vitraj bilan bitta eshik qilib berdik. Bitta ko'ramiz. Eshigimiz 120 ga 240 bo'lgan 4 talik petli akfa. Ruchka akfa zamok, shahri oq gullik bo'lgan. Xohishiga binoan u yoq bilan bir xil bo'lish uchun alkafon joyini ham 54 qilib berganmiz. Bu yoq ham 54. Bir xil. Zazorlarga qaraysizlar. Vitrajimiz endi romiga parda qo'yilgani uchun eshikka qo'yib bo'lmasligi uchun o'shanga gullik qilib berdik. Klient xohishi. Ichkaridan ham ko'ramiz. Ichkaridan ko'rinishi tepada zazor yo'q 1 gram. Ochilishi so'ka ancha o'ylantiradigan akfachilarni 230 qilib berganmiz. 3 talik tish qo'yib berganmiz. 3 ta zasep bo'ladi endi. Akfa podogonli bo'lgan. Steklar ideal. Podogonliga qo'yib berganmiz, chiqarib berganmiz. Bitta atishka qilgan taqdirda ham o'tmaydi. Bunisi ham shunaqa qilib berganmiz. Bittaki atkos qilganda ham ko'rinib qolmasdi. Pol bilan bir xil meniki. Poldan pasam turibdi. Kimga shunaqa sifatli xizmat keraksa aloqaga chiqaverasiz, pastdagi nomerlarga yozaverasizlar.